Shu shirinlikni bir dona tuxum va 5 osh qoshiq undan tayyorladim desam ishonmasangiz kerak. Videoni oxirigacha ham ko'ring va ishonch hosil qiling. Eng asosiysi esa juda ham mazali chiqadi. Birinchi navbatda idishga tuxum, tuz va shakarni solib aralashtiramiz. Keyin esa o'simlik yog'i va sutni qo'shib aralashtirishda davom etamiz. Boshqa idishga hamma quruq mahsulotlarni solib aralashtirib olamiz. Keyin esa elakdan o'tkazib, boyagi massaga qo'shib, bir xil holga kelgungacha yana aralashtiramiz va oldindan yog'lab olingan formaga solib 180 gradusda qizdirilgan duxovkada taxminan 20 minut davomida tayyorlaymiz. Bu paytda esa kremni tayyorlab olamiz. Qaymoqga tvorojniy sir va sgushenniy molokoni solib, quyilgungacha aralashtiramiz va xolodilnikka olib turamiz. Demak, korjimiz pishib chiqqandan keyin va to'liq sovigandan keyin vilka yordamida vilkalab, ustiga kakao quyamiz. Keyin esa tayyorlab olgan kremni surib, kamida yarim soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin esa ustiga eritilgan shokoladni quyib, ta'bga ko'ra bezatib, kamida 2-3 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 2-3 soatdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali va noodatiy shirinlik tayyor. Ishoninglar, hammaga birdek yoqadi va birpasda tugab qoladi. Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!